tushda tepalikka chiqa olmaslikni ko'rish. Maqsad sari yo'lda to'siqlar. Siz hayotingizda yuqoriga qarab harakat qilmoqdasiz, lekin ichki yoki tashqi sabablarga ko'ra bu harakat to'xtab qolgan. Bu to'siqlar ruhiy tushkunlik, shubha yoki real hayotdagi muammolar bo'lishi mumkin. Moliyaviy, oilaviy, ijtimoiy. O'ziga ishonchsizlik. Tushingizda tepalikka chiqa olmasangiz, bu ba'zida o'z oldingizga qo'ygan maqsadlar juda katta bo'lib tuyulyapti deganidir. Ichki qo'rquv yoki bajara olmayman degan fikr ong ostida aks etadi. Yordam yetishmasligi, yolg'izlik yoki yordamga muhtojlik hissi bor. Balki sizga hayotda biror kishining yordami kerakdir, lekin hozircha bu yordamni olmayapsiz. Sabr va qat'iyatli bo'lish kerakligini bildiradi. Bu tush sabrli bo'lish va harakatdan to'xtamaslik kerakligini eslatadi. Tepalik bu hayotiy yutuq va u osonlikcha qo'lga kirmaydi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.